وقال النبي عليه السلام ما أنفقه الرجل على أهله فهو صدقة وإن الرجل يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في مرأته. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kishi o'z oilasi uchun, o'z ahli uchun nima narsani infoq ehson qilsa, bular hammasi sadaqa hisoblanadi dedilar. Bitta piyoz olsak-ham, ikkita ko'kat olsak-ham, shu olayotgan narsamiz oilamiz uchun bo'lsa, demak biz oilaga sadaqa qilayotgan bo'lar ekanmiz. Va albatta kishi savob, ajrga ega bo'ladi. Bir luqmagaki, ashu luqmani bozordan sotib olib, oilaga ayolimizni, farzandimiz yoki ahli ayolni oldiga ko'tarib olib borilsa, ashu olib borilayotgan narsa uchun banda erkak kishiga Alloh tomonidan ajr savob beriladi, deyaptilar. Oilaga narsa olishlik uchun xafa bo'lmash kerak ekan. Imkon Alloh berdi, berganidan olib ketyapman uyga deyish kerak ekanda. Bozordan narsa olib oilamiz uchun olib borayotgan narsamiz biz uchun sadaqa ehson hisob qilib, biz ularga xayri ehson qilayotganligimiz bu namunasi hisoblanar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam man kana lahu 3 banatin fa anfaqa alayhinna wa ahsana ilayhin awjaba lahu al-jannah albatta debdilar, illa an ya'mala amalan la yughfaru lahu. Bir odamda 3 ta qizi bo'lgan bo'lsa, shu har o'chala qiziga infoq ehson qilsa, shu qizlarim muhtoj bo'lmasin, kimgadir qiylanmasin deb kasb bilan, tijorat bilan, mehnat bilan qiyinchilik bo'lsa ham ularga infoq ehson qilib, ular yeydigan taomlarni olib kelib, ularga qo'lidan keladigan yaxshilikni qilsa, albatta unga Alloh jannatni vojib qiladi dedilar. Ashu erkak kishiga Xudoy taolo jannatni vojib qiladi, magar jannat vojib bo'lmaydi. 3 ta qiziga ehson, xayri ehson qilsa ham jannat vojib bo'lmaydi. Nima qilsa desa, an ya'mala amalan la yughfaru lahu. Gunoh mag'firat qilinmaydigan bir ishlarni qilib qo'ygan bo'lsagina Alloh jannatni vojib qilmaydi. U nima edi u? U shirk edi. Allohga shirk, 3 ta qizi bor. Xayri ehson qilyapti qizlariga, maqsadida jannatga kirish uchun. Lekin uni orqasidan Allohga shirk keltiradigan amallar, mushrik amallarni qilayotgan bo'lsa, u odam jannatga kira olmaydi. Agar qiziga yaxshilik qilayotgan bo'lsa. Demak, Allohga shirk keltirmagan holatda inson qo'lidan keladigan yaxshi amallarni qilib, musulmon bo'la turib, o'z farzandlariga infoq ehson qilib, bozordan narsa sotib olib, ularni yedirayotgan bo'lsa, unga albatta jannat vojib bo'ladi, deyaptilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam.